Obunaçılar yine sizler için öte güzel şedevr 3 kanal kartamız satışa çıktı. Hürmetli obunaçılar, şehrimizin düm çıralı yerinde joylashgan ekan. İki spani, xullas bitta mehmonxona. Ajoyib etib, Euro dizaynda o'tilgan joyimiz. Bu binomiz 8 qavatdan tashkil topgan, shuni 7-qavatida ekan. 90 metrdan ziyod ekan. Prixoshga joylashgan. Keng bir dena ko'sh, kiyishcha alohida bo'lib pufitlar qo'yilgan. Avtomatlarimiz har doimgidek Gulchotning eng yaxshisidan qo'yib berilgan dekoratsiyamiz. Kandillarimiz yana fon neobычный beda saralashgan ledlar qo'yilgan. Şkafımız основной katta hajmli şkaf. Belimizda meni yoshlarga bemalol foydalansa bo'ladi. Endi gol suyutanlar. Chap tomonimizda mehmonxona, oshxona, kichkina farzandlarimizni yotoqxona, do'rimizga kattalarki, o'ng tarafimizda salonimiz. Eshiklarimiz daraqli, MDF eshiklar. Kerakli yerlarni to'plab qo'yilgan ekan. 60 raf 120lik kafillar urgan oyoq tegi mehmonxonamizga qaranglar. Yine mehmonxonamiz dum güzel. Allah'a hansan. Xullas, qalbing toza bo'lsa, shuning joylarni olaveradi. Joy dum chiroyli, zolam keng tushgan ekan. Fotoğraflar dekorativlar o'tilgan ekan. Perdelerimiz, kalagellerimiz dum chiroyli o'tilgan ekan o'lchalarimiz. Xullas, gelip görüp üzerine savdo qilsangiz bo'ladi. Balkona ega, do'stlar, balkon bor. Buning ustidan oqsiyetdan qo'yilgan ekan. Perdelerimiz, kalagellerimiz ham bor ekan. Shivoki firmani inverter motor konditsionerlarimiz bor. Xullas, trezordan foydalansa bo'ladi. Pastda to'mishga bellarimiz yana ajoyibgina aksessuar qo'yish uchun joylar o'tilgan ekan bular MDF'da. Endi koridorlar ham keng. Lazzat baxsh beradi. Kurchatlarimiz o'zida gol svetidan qo'yibdi ekan. Chaptamız yana kurchatlarimiz. Rozvetkalarimiz yana bu oshxonamiz. Oshxonamizdan yana chiroylisindan oshxona kuxonyamiz qo'yilgan ekan. E'tibor bersangizlar, qora svet. Bu yerda mo'ljalimiz har xil predmetda funksiya bajaradi. Domus hozir kunda gaz yo'q, elektronli berimizda ajoyibundan gaz plitamiz qo'yilgan, havo tozalovchi. Balkonimiz ham bor o'zida. Balkonlar ham kafil bo'lgan, eshiklar ham yaxshisidan. Bu yerda tech firmaning 2 kamerali xolodilnikimiz. Hamma jep yangi. Xonadan izzat to'ylar qilib yashab o'tirardi shu xonadonda. Chiroyli laminatlarimiz. Kandilni koridorda 1, 2, 3 talanz qo'yilgan. Xullas, joya chiroyli rasot bor xullas. Endi bu deski xonasi bilan oddiy arkasida bir qo'yilib o'tilgan karavotlarimiz. Bu yerda dars sallamaga stulimiz bor. Şkaf yine. MDF ustalarımız ham, mebelchi ustalarimiz ham chiroyli o'tibdi endi. Letam kalagellarimiz ham qo'yilgan. Perdelerimiz, podokonyiklarimiz ham bor. Radiatorlarimiz ham, to'pollarimiz ham qo'yilib o'tilgan ekan yine. Chiroyli mahallada joylashgan ekan. Samozyollarimiz kelsak, samozyollar chiroylisindan kafil 60 bölümler osmon unitazimiz, ixchamlari qaynamiz, benimizda ledlarimiz qo'yilib o'tilgan ekan o'lchalar. Zifli firmani kir mashina 6 kg avtomat Shivoki brendining 100lik royal qo'yib o'tilgan ekan. Ballera, fenadon bor. Su shulkasi benimizda chiroyli dush o'rnatilgan ekan. Bugün har xil predmetda boshqaruv smesitillari chiroyli kafillarlar, neobычный xullas. Urinda yana hamma o'zi. Orqadan hazrat bashida. Berimizda koridorlarimiz
dekorasyonluğuna surat qo'lmayla tatib yozilgan. Suratlar qo'yilgan. Bu kattalar spaniya ekan bunachilar. Spanisning o'zini garderobi bor ekan. Xullas hamma kiyimlar sig'adi. Bunun ichidan svetlar yonadi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ham yana bu tomondan ham polga. Bu yerda turmamiz bular ham dekorativ o'tilgan ekan. Trezorlarimiz yine trezor zonamız ham chiroyli ustalar ham biroz vaqt yurdi bu yerda tuzatish uchun yine. Shunda obunachilar, bu binomiz lokatsiyasi ne desangiz, Sho'lqomatal 8 qavatli binomizni 7-qavatida joylashgan, liftini ega, kvadrat metrini kelsak 90 metr kvadrat, narxi $73,000. Agar kimga qiziq bo'lsa, har doimgidek nomerlarni sotib o'taman. 88 510 30 88 601 70 qo'llansa. Sog' bo'ling, omon. Hamma ishi o'rnidan keladi. Shu xonadonimiz hamisha to'ylar bo'lsin. Sotganim, olganim, pullari buyursin. Sog' bo'linglar.